Voy mashalloh, dachani yorib remontini turita chiqib tashladi shekillan, dizaynni qaranglar akalar. Prosta respekt bor-ku. 1991-yil bola bochkadan mana shunday bizneslarni yo'lga qo'yib qo'ygan ekan. Qaranglar, mana shu dachani qurib, arindaga berayotgan qilib qo'ygan ekan. Mana shu dachada dam oldim. Havos ketdi. Biz ham 91-yilda bolasimiz, lekin hali ham chempion sotiladi, BYD sotiladi yurgan ekanmiz akalar. Mayli, Alloh hammani omadini bersin. Kimgadir ertaroq, kimgadir kechroq, kimgadir bu dunyoda, kimgadir narki dunyoda beradi. Xullas, mana shu dunyoda bergan odamning bir dachasiga keldik. Dachani qaranglar, sizlarga ilingim keldi. Katta dacha, katta basseyni bor, letni, zimniy basseyni ham bor. Mana bu yerda katta varota bor. Varotasini ko'tarasizlar. Naryoqda ham dachasi bor. Agar 30 kishi, 40 kishi bo'lib ketsanglar, bu yerda bemalol vazmonsiz bor. Bunisi sal byudjetliroq, mana bunisi premiumroq. Hozir ichkani ko'rsataman. Dachani atmosferasini qaranglar. Bochkadan bir qadam yaqin bochkani o'zida zaryadniy stansiyasi bor, tennis stol, mana bu yerda o'tirayotgan joyi ham bor. Katta basseyn. Mana bu ichkani remontlarni lekin yorib yuboribdi akalar, gap yo'q. Juda havasim ketdi mana shu dachaga. Remontlarni qaranglar. 3 etaj qilib tashlagan dachani. Dachi podvol bilan 4 etaj, bilyardniy stol, PlayStation, hamma narsa bor. Mana bu zimniy basseyni, katta turistik saunasi ham bor ekan. Abagiflar bor. Basseynda, podvolda bilyardniy stol bor. Tepaga ko'tarilamiz, zinalarni qaranglar, oqib juda chiroyli qilib qo'ygan ekan. Remontlarni ham qaranglar, odamni havasi ketadi. Hammamizga nasib etsin. Har dachaga kelganimda juda sarson bo'laydim. Bu yoqqa bor, bu yoqqa bor, o'rtakashlarga tushib qolaydim. Hozir dachani prema egalarini topayotgan bo'lganman. Shu egasi raqamini pastga qo'yaman, bemalol telefon qilib savdolashib olsanglar bo'ladi. Namozxonalarigacha e'tiborga olib qo'ygan ekan, qaranglar. Namozxonalari bor. Endi yotayotgan joylarda umuman muammo yo'q. Mana bu yoqda borkalarni boshladi, spalni, detskiy, hamma narsa bor bu yoqda. Kuxnya, bu yoqda dash 3-etajga, dash 4-etajga ko'tarilamiz. Mana mazza qorasi bor-ku, uni remontini ko'rib, mashalloh, remontini qaranglar. Yorib yoribdi, gap yo'q. Bu yoqda ham spalni, hamma narsa bor, kondiotorgacha qo'yilgan. Detskiy, bemalol ko'pchilikka dam olsanglar ham bo'ladi. PlayStation 5 ham bor ekan. Terassasi bor ekan. Havosi juda zo'r, manzarani ko'rib turibsizlar, qonli toq ko'rinib turibdi. Baland qilib qo'ygan, mana tepadan ko'rinishi. Mana bu dacha ham bularga qarashli. Bunisi alohida, bunisi alohida. Agar 30 kishi, 40 kishi bo'lib ketayotgan bo'lsa ham, mabodo sig'may qolsanglar, bunisini ham ochib beraygan. Kelishib gaplashib olasizlar. Hozir narki dachani ham bitta arzonni qilib beraman sizlarga, ketdik akalar. Katta trassadan 50 metr kirganda mana shu ikkita dacha yonma-yon qurilgan, balandligini ham qaranglar. Biz o'zimizda даже 3 ta mashinada kelganmiz. Bizda Zikr Toychoq, mana bu ikkinchi dachasi. Bu yoqda letniy basseyni yo'q, bitta basseyni bor. Mana bu yoqdan ochib beradi. Bemalol kirib, o'tib, qaytib ishlayverasizlar. Bemalol mazza qilib dam olasizlar. Ichkaridan ko'rsataman. Bu zimniy basseyni, basseyni ham juda katta ekan. Bu ikkinchi dachani birinchi kiraverishi, to'g'ri kuxnya, bitta hol, katta televizor bor, internet hech tanadan muammo yo'q bu yoqda ham. Bu yoqda podvol yo'q ekan, bitta spalni. Tak, bu yoqda ham bitta spalni, mana bu basseyni qulflab qo'ysanglar bo'ladi. Mana. Bu yoqda ham turistik saunasi bor, bitta sanuzeli bor. Basseynda abagrifi ham bor ekan. Aytsanglar qo'shib ham beradi. Ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Bu byudjetliroq, bu arzonroq, lekin mazza dam olasizlar. Bu yoqda ham spalni, sanuzel, mustifroq ekan. Bu yoqda katta nimasi, 10 ta kompyuter bor ekan bu yoqda. Kompyuterlarni qaranglar. Mana bu yoqda. Bu yoqda manzara zo'r ko'rinib turadi. O'zlarini logolarni qo'yib qo'ygan bu dachaga 1991 dacha ST 2021 qurilganda sanachi. Xullas, panellardan umuman muammo yo'q. Mana ko'rib turibsizlar. Hamma yog'i akkuratni joy-joyida. Bu yoqda ham bitta hol bor. Bu yoqda ham detskiylar bor. Xullas, mazza qilib dam olsanglar bo'ladi. Akalar, dachani egasini prama raqamini qo'yaman. Telefon qilsanglar, imini BYD o'zidan javobda reklamasida ko'rdim deylar. Chiroyli narx qilib beradi inshaalloh. Prama o'ziga tushasizlar. Pastdagi raqamlarga telefon qilib mazza qilib dam olib ketsanglar bo'ladi.